O'zbekistonda sport musobaqalarining natijalariga ta'sir o'tkazishga aloqador bo'lgan hakamlarning faoliyatiga yakun yasaldi. O'zbekistonlik o'smir futbolchilar Osiyo Kubogi g'olibi bo'lish arafasida turibdi. Doimgidek Yevropa Chempionlar Ligasining navbatdagi o'yinlari ham kutilmagan natijalar bilan yodda qoldi. Ortda qolayotgan haftaning eng muhim sport mavzulari haqida doimgidek Qalampiruzning Sport Digestida so'z ochamiz. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistonida 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi chorak final bosqichida O'zbekiston terma jamoasi Amirlik futbolchilariga qarshi maydonga tushdi va 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning 13-daqiqasida Asilbek Aliyev chamasi 25 metr masofadan o'rnatilgan jarima zarbasidan gol urib hisobni ochdi. 36-daqiqada Aliyev sherigining chiroyli uzatmasini golga aylantirdi va o'z hisobiga dublni rasmiylashtirdi. Birinchi taymga qo'shib berilgan daqiqalarda Sayfiddin Sodiqov penaltini amalga oshirib hisobni yirik 3-0 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. Ikkinchi taymda xotirjamlikka berilgan o'zbekistonliklar 67-daqiqada gol o'tkazib yubordi. Birlashgan Arab Amirliklari o'yinchisi Muhammad Buti hisobni qisqartirdi. O'yin yakuniga qadar hisob boshqa o'zgarmadi va O'zbekiston terma jamoasi yarim finalga yo'l oldi. 17-aprel kuni Osiyo Kubogi yarim finalida O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Shimoliy Koreyani 3-0 hisobda mag'lub etdi va finalga yo'l oldi. O'zbekistonlik futbolchilarning yaqqol ustunligi ostida o'tgan o'yinning 31-daqiqasida hisob ochildi. Sadriddin Hasanov tomonidan kiritilgan gol tablodagi hisobni o'zgartirdi. Oradan bir necha daqiqa o'tib Shimoliy koreyalik futbolchi Kang Myong Bom qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Ikkinchi bo'limning 62-daqiqasida Jamshidbek Rustamov, 65-daqiqada esa Abu Bakr Shukrullayev gol urib hisobni yirik 3-0 ko'rinishga keltirdi. Aytgancha birinchi bo'limda o'zbekistonlik futbolchilar penaltini golga aylantira olmadi, biroq bu epizod Islom Ismoilov shogirdlarining g'alaba qozonishiga to'sqinlik qilmadi. O'yindan keyin Ismoilov koreyslarga qarshi bahs haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Birinchi navbatda barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Avvalo futbolchilarga rahmat aytaman. Bugun xarakter ko'rsatishdi. Sababi raqib juda kuchli jamoa edi. Ayniqsa jismonan hamda funksional jihatdan hozirgi bu yoshdagi eng kuchli jamoalardan biri edi. Sababi raqibni oxirgi o'yinlarni o'rganganimizda ham jamoa 90 daqiqa davomida tinimsiz pressingda o'ynayotgan jamoalardan biri edi. Shuning uchun bugungi o'yinga tayyorlangan strategiyamizda maqsadimiz ularga o'sha o'z o'yinini qarshi ko'rsatish, shu 90 minut davomida biz ham pressingda harakat qilish. Sababi ularga agar imkoniyat qoldiradigan bo'lsa, mana qolgan o'yinlarda raqiblar ko'pincha ikkinchi zonada himoyalanishdi va shuning natijasida ko'p gol o'tkazib yuborishgan. Biz shuning uchun o'zimizni himoyamizni 3-zonada raqib himoyasidan boshlab qurishga harakat qildik. Va bu narsalar o'yindan oldin o'ylangan barcha rejalarimiz amalga oshdi. Allohga shukr. Buning uchun keyingi maqsadimiz albatta bir qadam qoldi. Xudo xolasa Osiyo chempioni bo'lib, yorug' yuz bilan yurtimizga qaytish. Endilikda Islom Ismoilov qo'l ostidagi jamoa finalda musobaqa mezbonlari Saudiya Arabistoni o'smirlariga qarshi maydonga tushadi. Final o'yini 20-aprel kuni o'tkaziladi. Bahs Toshkent vaqti bilan 20:00 da start oladi. Ma'lumot o'rnida bu ikki raqib guruh bosqichida ham to'qnash kelgan va unda O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi yirik 3-0 hisobda g'alaba qozongan. Finalda qanday hisob qayd etiladi deb o'ylaysiz? Izohlarda variantlaringizni yozishni unutmang. Sport musobaqalarining natijalariga ta'sir o'tkazishga aloqador bo'lgan Aziz Asimov, Rahim Karimov, Akobir Xo'ja Shukrullayev, Abdurashid Xudoyberganov kabi o'zbekistonlik hakamlarning faoliyatiga yakun yasaldi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar berdi. 14-aprel kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi etika qo'mitasi navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda O'zbekiston Professional futbol ligasining 2025-yil 9-yanvarda yuborilgan 01/10 sonli xatiga asosan O'zbekiston futbol hakamlari markazi hakamlari Aziz Asimov, Rahim Karimov, Akobir Xo'ja Shukrullayev, Abdurashid Xudoyberganov va Firdavs Norsafarov sport musobaqalari natijalariga ta'sir o'tkazishga aloqadorligi to'g'risida ish ko'rib chiqildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi etika qo'mitasiga taqdim etilgan hujjatga asoslanib, qo'mita tomonidan O'zbekiston futbol hakamlari markazi sobiq hakamlari Aziz Asimov, Rahim Karimov faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklar uchun o'z arizalariga ko'ra hakamlik faoliyati to'xtatilgani, shuningdek faoliyatida texnik xatolarga yo'l qo'ygan hakamlar Akobir Xo'ja Shukrullayev, Abdurashid Xudoyberganov hamda Firdavs Norsafarov esa hakamlik faoliyatidan vaqtincha chetlatilgani aniqlandi. Etika qo'mitasi tomonidan O'zbekiston futbol hakamlari markazi hakamlari Akobir Xo'ja Shukrullayev, Abdurashid Xudoyberganov hamda Firdavs Norsafarovlarga nisbatan vaqtinchalik O'zbekiston futbol hakamlar tomonidan Superliga, Pro Liga, Birinchi Liga, O'zbekiston Kubogi va
Super Kubogi kabi musobaqalarda faoliyat olib borishga nisbatan qo'llanilgan cheklovlar muddati tugaganligi bois ularning faoliyatini qayta tiklanishi ta'minlanishi bo'yicha qaror chiqarildi. 19 aprel kuni Angliya chempionati 33-tur doirasida o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov to'p tepayotgan Manchester City safarda Everton bilan bahs olib bordi. Uchrashuvda Manchester City 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu o'yinda o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov zaxira o'rindig'ida qoldirildi. Uchrashuvning 84-daqiqasida shaharliklar himoyachisi Oriyeli hisobni ochdi. 90+2-daqiqada Kovacic oradagi farqni 2 ga oshirdi. Shu tariqa Manchester City ochkolari sonini 58 ga yetkazib oldi. Qayd etish joiz, Husanov qatorasiga 4-o'yindirki maydonga tushgani yo'q. Shuningdek, Oriyeli kubok bahsida Bournemouthga qarshi o'yinda zaxiradan o'yinga qo'shilgandan keyin 4 ta o'yinda asosiy tarkibdan o'rin olmoqda. Husanov esa zaxira o'rindig'ida qoldirilmoqda. O'zbekistonlik taniqli futbolchi Akmal Shorahmedov Toshkent shahri hududida bir qator stadionlar buzilib, ularning o'rniga ko'p qavatli turar joy majmualari qurilayotganidan norozi. Bu haqda Shorahmedov Qalampiruzga bergan intervyusida aytdi. U Toshkentning o'zida bir 10 tacha, 15 tacha stadionning ustiga dom qurib tashlashdi. Biz qanaqa bir rivojlantiramiz futbolni, sport. Shu. Oldin mana qarasangiz, har bitta mahalla, rayonda bitta stadion bo'lgan. Bu kichkinaligimiz bilan Nomoskosiyada turaman. Stadion Start, Embu, masalan biz chiqib o'yin. Hozir yo'q, hech qayerda yo'q. Bizda hozir mana faxriylar ham chempionati bor, Odil Ahmed, Santur Sur, hamma birga o'ynaydi bitta komanda. Tekstilniy stadionga ham dom qurishayotgan ekan hozir. U joylarni kim himoya qiladi? Stadionlarni kim himoya qiladi? Instrumentalniy stadion ketdi. Hamma tabiiy o'ylan o'rniga, masalan qiziqib ko'rsangiz, 15 ta stadion masalan chiqdim, ustiga dom bo'ldi. Shahardadir qaysidir joyiga 20 ga 30 qurib qo'yib, u stadionni siz anaqa qila olmaysiz. Hozir trenirovka qilishga bolalarga joyi yo'q. Bolalar soni ko'payyapti, stadion kamayyapti. Shu, o'shanga menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Mana shu narsa stadionga prezident tomonidan menimcha tegish mumkin emas, qilib qo'yish kerak, qanaqadir tем более bizani futbolni katta odamlar boshqaradi. Ularga iltimos qilish kerakmi? Stadionlarga dom qurmaslik. Meni fikrim shunaqa, sizlarga hammi bitta anaqamiz. Prosta hisoblaylik. Prosta hisoblaylik. Nechta stadion 5-6 yilda ustiga poli qurildi, dom qurildi. Bodomzorda 88-mayda katta poli bor. Hammasi yo'q, poli yo'q. Hammasini o'rniga dom. Poli qayerda bo'ladi? Bolalar qayerda o'ynaydi? O'zimiz ichkariga kirib boramiz bolalar. To'g'rimi? Telefonga anaqada keyin televideniyada unaqami, bunaqa qayerga chiqib o'ynaysiz? Sen bo'lib pulli bo'lsa bora olmasa, to'g'rimi? Stadionlar 200 ming bo'lsa, menimcha bir yil shunaqa bo'ladi, har bitta mahallada futbol bo'ladi. Unaqa yo'q bar. Qayerda bor shunaqa? Nomiga qurib qo'yasiz, 10 ta bola sig'adi, anta 100 ta bola. Shuning uchun iltimos stadionni ustiga qurishmasin. O'zi stadion u qarasangiz 50 yildan beri bor stadionda ekan. O'sha stadion 50 yildan beri bor ekan. Hammasi. Men so'raysiz-ku kattalardan. Shunaqa. O'shanga stadionlarga tegishmasin futbol. Chunki u domdan ko'p pul keltiradimi? Masalan, Xo'jayev Husanovlar, to'g'rimi? Valyuta kiradi-ku bor. Undan ham ko'p ishlar olib keladi demoqchiman. O'sha puli bo'lsa. Shorahmedov poytaxtdagi to'qimachilik stadioni o'rniga ham ko'p qavatli turar joy majmuasi qurilayotganini bildirib, tabiiy maysaga ega stadionlarning kamayib ketishi yoshlarning sportga emas, balki telefon va ijtimoiy tarmoqlarga ruju qo'yishiga sabab bo'lishini ta'kidladi. Aytgancha, o'tgan hafta Qalampiruzning YouTube'dagi sport sahifasida Akmal Shorahmedov bilan tashkil etilgan qiziqarli intervyu e'lon qilindi. Intervyuda o'zbek futbolidagi asosiy muammolar, terma jamoaning oldindagi ikkita o'yini, Abduqodir Husanov atrofida bo'layotgan voqealarga to'xtalinib o'tilgan. Tomosha qilishni tavsiya qilamiz. 16 aprelga o'tar kechasi Yevropa Chempionlar Ligasi chorak final javob o'yinlari bo'lib o'tdi. Unda Aston Villa o'z uyida PSJni 3-2 hisobida, Borussia esa Barselonani 3-1 hisobida mag'lub etdi. Signal Iduna Park stadionida bo'lib o'tgan bahsning 10-daqiqasidayoq mezbonlar penalti tepish huquqiga ega bo'ldi va
11 metrlik jarima zarbasidan hujumchi Girassi unumli foydalandi hamda hisobni ochdi. Ikkinchi taym boshida, ya'ni 49-daqiqada va 76-daqiqada Girassi yana 2 ta gol urdi va o'z nomiga hat-trikni yozdirib qo'ydi. 54-daqiqada Dortmundliklar himoyachisi Bensebaini o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi. Yakuniy hisob 3-1 Borussiya g'alaba qozondi, ammo ikki o'yin natijasiga ko'ra 5-3 hisobi qayd etilib, Barselona yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Kataloniyaliklarning ushbu bosqichdagi raqibi Inter Bavariya o'rtasidagi o'yin g'olibi bo'ldi, ya'ni Inter. Barselona 2025-yildagi ilk mag'lubiyatini aynan Borussiya Dortmunddan qabul qilib oldi. Birmingemda o'tgan bahsda dastlab 11-daqiqada parijliklar himoyachisi Ashraf Hakimi hisobni ochdi. 27-daqiqada Nuno Mendes oradagi farqni 2 taga oshirdi. 34-daqiqada Yuri Tielemans hisobni qisqartirdi. 55-daqiqada Makkin super zarba yo'llab hisobni tenglashtirdi. 57-daqiqada Ezeri Konsa Aston Villani hisobda oldinga olib chiqdi. O'yin yakuniga qadar mezbonlarda bir nechta qulay vaziyatlar bo'ldi. Masalan, Marco Asensioning 1-1 vaziyatdan yo'llagan zarbasini Donnarumma qaytardi. Bahs yakuniga qadar hisob o'zgarmadi va shu tariqa parijliklar ikki o'yin natijasiga ko'ra 5-4 hisobini qayd etgan holda yarim finalga yo'l oldi. 17-aprelga o'tar kechasi Yevropa Chempionlar Ligasi chorak final javob o'yinlari bo'lib o'tdi. Unda Madridning Real klubi Arsenalni qabul qildi va 2-1 hisobda mag'lub bo'ldi. Milan shahrida bo'lib o'tgan yana bir bahsda Inter Bavariya bilan 2-2 hisobini qayd etdi. Madridda bo'lib o'tgan uchrashuvning dastlabki daqiqalarida mezbonlar hujumchisi Kylian Mbappe gol urgandi, ammo ofsayd sabab gol bekor qilindi. Sal o'tib londonliklar penalti tepish imkoniyatiga ega bo'ldi, lekin Bukayo Saka ushbu imkoniyatni golga aylantira olmadi. Birinchi taymda boshqa aytarli vaziyat bo'lmadi. Ikkinchi taymning 65-daqiqasida Bukayo Saka Merinoning chiroyli pasini golga aylantira oldi. Oradan 2 daqiqa o'tar o'tmas mehmonlar himoyachisi Salibaning xatosidan Vinicius foydalandi va hisobni tenglashtirdi. O'yin yakuniga qadar maydon egalari bir qancha imkoniyatlarni ko'kka sovurdi. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarda 1-1 vaziyatga chiqib kelgan Gabriel Martinelli gol urib, kanonirlarning g'alabasini ta'minladi. Shu tariqa Chempionlar Ligasi qiroli deb atalgan Real Madrid chorak finalda 2 o'yin natijasiga ko'ra 5-1 hisobida Arsenalga mag'lub bo'ldi va turnirni tark etdi. Londonliklar yarim finalda PSJga qarshi maydonga tushadi. Chempionlar Ligasi joriy mavsumning 2 yashirin favoriti deb hisoblangan Inter va Bavariya o'zaro Milan shahrida javob uchrashuvida to'qnash keldi. Birinchi taym nisbatan zerikarli o'tdi va hisob ochilmadi. Ikkinchi taymning 52-daqiqasida Harry Kane myunxenliklarni hisobda oldinga olib chiqdi. Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas Lautaro Martinez oradagi farqni tenglashtirdi. 61-daqiqada Pavard sobiq jamoasini gol bilan siyladi. 76-daqiqada esa Erik Dyer hisobni 2-2 ko'rinishga keltirib qo'ydi. O'yin yakuniga qadar hisob boshqa o'zgarmadi va Inter 2 o'yin natijasiga ko'ra 4-3 hisobida g'alaba qozonib, yarim finalga yo'l oldi. Milanliklar ushbu bosqichda Barselonaga to'qnash keladi. Ma'lumot o'rnida yarim finalning ilk o'yinlari 30-aprel va 1-may kunlari, javob bahslari esa 7 va 8-may kunlari bo'lib o'tadi. Bu ortda qolayotgan hafta sportiga oid eng muhim voqealar edi. Qalampiruzning Telegramdagi sport sahifasiga obuna bo'ling. Keyingi hafta so'ngida ko'rishamiz.